Yaşa. Vay varmısın ne? Oğlum sağını gitti. Bir işte hop koy. Kolun tatma ha? Acayipsizlar. Vay sesiniz var mı? Sürprizim var senin. Oy qanaqa? Mırmır qarang ya. Chiroyli. Maktabimiz qorovuldan borib yashirib o'g'irlab chiqdim. Voy rahmat. Endi men sizga bitta gap aytmoqchi edim. Gapir. Menga sovchilar kelishadi. Ya, nimaga? Bitta sovchilarni yuboradi. Meni boshqasiga berib yuboraman deyishyapti-da, o'shancha. Ya, sen faqat menikisan, unaqa qilmagin. Men hozir borib dadamga aniq aytaman, boru. Ha dada, pechkamiz yonmayaptimi? Yonmayapti, nima qilay? Ha, endi yonmaydi-da, bu yoshda xotin yo'q odamni pechkasi yonamidi? Nima demoqchisan bu bilan? Siz ham o'zimizga o'xshatib meni o'tkazib yubormoqchisiz shekilli. Shunaqa bo'ladi. Men ana, ana To'xtamurod aka bor-ku, o'rtamiz. O'sha ham o'g'lini uylantiryapti ekan. Nima qilish kerak endi shu? Turga qola, tezroq chiq. Oshkalla qolaman. Negoshim, sen meniki bo'lasan, baribir. Tuxumlarni bitta pechkaga solaman, badang deydi. Ogohlantiruvchi so'z deb uylantiradi. Ya uylaysiz dada. Endi yomon portlash bo'ladi. Voy yuragim. Dadajon, nima bo'ldi? Turing dada, o'zingizga kel. Voy dada, nima bo'ldi? O'shancha uylayman deb ayting. Pechkalaringiz ham bang'illab ketyapti. Seni uylashga uylayveraman, shu pechkalar otilib jonga tegdi. Qachon uylaysiz bo'lmasa? Mashoyixlarimiz aytgan 10 yildan keyin katyol degan narsa chiqadi degan. O'shanda uylayman seni. Endi pechkamiz qattiqroq otarkan charchadim. Shu o'g'il bir baroni boshlamasa bo'ldi-da oxiri. O'g'lim unaqa qilma, jon o'g'lim. Dadam meni to'xtatmang, men yangi zamonga borib Katyol degan zot topib kelaman. Bo'ldi, uylayman seni o'g'lim, uylayman o'g'lim, jon o'g'lim. Men baribir uylanaman. Akalar, endi 10 yil oldingi kelajakka borish shart emas. Nima uchun deyapsizmi? Biz hozirda Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga kelganmiz. Katyollar eng katta zavodiga kelganmiz. Sizning uyingizda mana bunaqa pechkangiz bor. To'g'rirog'ini aytganda bu pechkalarni davri o'tdi akalar. Men sizlarga общий katyollar narxini tanishtiraman, maza qilib akalar, to'g'risini aytganda bu katyollarni ko'rib o'zim ham maza qildim. Narxini aytaman, maza qilasiz. Siz ham bosib yorasiz akalar. Akalar, ko'rib turgan katyolingiz 150 kvadrat istadi, narxi $900 bo'ladi. Akalar, bunisi 200 kvadrat istadi, narxi $1100 bo'ladi. Bunisi 300 kvadrat istadi, narxi $1300 bo'ladi. Menga 500 kvadratli kerak deyapsizmi? Bunisi 500 kvadratli bo'ladi, narxi $1500 bo'ladi. Akalar, katyollarimizni sifatiga mutlaqo javob. Kamiga akalarimiz motorchiklarni ham originaldan ishlatar ekan. Men sifatlarni hammasini tekshirib ko'rib, sizlarga ravo ko'ryapman. Akalarimizdan katyollarni xarid qilganingizdan keyin janob Jo'xan nomidan chiqdim desangiz, dastlabkilarini O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin qilib beradi. Sizga ham mana shunaqa sifatli katyollar kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.